Assalomu alaykum barchaga. Demak, sizlar bilan bugungi tanishadigan mavzuyimiz oqsil sintezi mavzusi bo'yicha bo'ladi va milliy sertifikat masalalarida tushayotgan, demak, ekzon va intron qismlari bo'yicha ko'rib ketamiz. Demak, e'tibor beramiz. DNK molekulasi ifodalangan. Bu DNK molekulasi demak oqsil sinteziga javobgar bo'lgan DNK molekulasi hisoblanadi va DNK molekulasida demak operator, promotor, operator hamda terminator qismlari mavjud. Promotor va operator qismlar demak oqsil biosintezini boshlab beradigan tarkibiy qism hisoblanadi. Terminator esa oqsil biosintezini tugatib beruvchi qism hisoblanadi. Va bundan tashqari DNK molekulasida ikki xil gen mavjud: ekzon va intron. Ekzon va intron. Ekzon demak oqsil biosintez jarayonida oqsilni kodlaydigan gen qism ekzon hisoblanadi. Intron esa oqsil sinteziga javobgar bo'lmaydigan gen, bu intron qismi hisoblanadi. Oqsil biosintez jarayonida dastlab DNKdan RNK molekulasi hosil bo'lishi kerak, ya'ni bu jarayon transkripsiya deb ataladi. Va DNKdan RNK hosil bo'lish jarayonida e'tibor beramiz, promotor, operator hamda terminator qismlar ishtirok etmaydi. Va faqat RNK sintezida ekzon, intron qismlar o'tadi xolos. Xo'p, demak, DNKda RNK sintezlandi, RNK molekulasi hosil bo'ldi. Endi RNK molekulasidan oqsil sinteziga javobgar bo'lgan matritsa RNK sintezlanish jarayonida splicing amalga oshadi. Splicing jarayoni va splicing jarayonida RNK tarkibidagi faqat ekzon qism, mana ekzon qismlar matritsa RNKda o'tadi. Ekzon qismlar matritsa RNK tarkibiga o'tadi. Intronlar esa o'tmaydi, chunki intronlar oqsil sintezida ishtirok etmaydigan gen hisoblanadi. Mana matritsa RNKda ekzon qismlar sintezlab oldik va mana shu ekzon qismi orqali endi oqsil biosintezi amalga oshadi. Demak, masala bo'yicha ko'rib ketadigan bo'lsak, masala shartida ma'lum bir DNKda 3000 ta nukleotid juftligi bo'lib, DNKdagi ekzon va intron quyidagicha tartibda joylashgan. Ya'ni ekzon ligamatoridan 5 qism, intron 6 dan 0,5 qism, yana ekzon 6 dan 1 qism va hokazo tartibda berilgan. Ushbu ma'lumotlardan foydalanib, RNKni massasini, RNKni uzunligini, sintezlangan oqsil massasini va peptid bog'lar sonini toping. Va bizda izoh berilgan RNKda bitta stop kodon mavjud. Ya'ni bor deb hisoblansin deyapti. Demak, e'tibor beramiz va birinchi so'ralganini topamiz. Demak, bizda birinchi so'ralgan qism RNKni massasini toping deyapti. Shuni topib hisoblab chiqamiz RNK massasini. Demak, A variantida ko'ramiz. RNK massasi qanday topiladi? Bizda DNK tarkibida 3000 ta nukleotid juftligi bor bo'lsa, demak bu 6000 ta nukleotid degani. 6000 ta nukleotid bo'lsa, bu DNK qo'z zanjiridagi nukleotid. Endi buni 2 ga bo'ladigan bo'lsak, RNK zanjiridagi nukleotidlar kelib chiqadi. Ya'ni 3000 ta nukleotid kelib chiqadi. Endi buni massasini topadigan bo'lsak, bitta nukleotidning massasi 345 dalton deb hisoblansa, bizda 3000 ta nukleotidning massasi qancha deb hisoblaymiz? Shunda demak 1,35,000 dalton kelib chiqadi. Bu demak oqsil biosintezda RNK molekulasining massasi hisoblanadi. Xo'p, keyingi so'ralgani, ya'ni B javob ko'ramiz. RNKni uzunligi so'ralgan. Demak, bizda 3000 ta nukleotid bo'ladigan bo'lsa, ko'paytiramiz 0,34 nanometrga. Xo'p, 0,34 nanometrga ko'paytiradigan bo'lsak, demak 1020 nanometrga teng keladi. Shu yerda bir narsaga e'tibor berib ketaylik. Demak, yuqori nazarda aytib ketdikki, DNKdan RNK hosil bo'lish jarayonida promotor, operator, terminator qismlar o'tmaydi dedik. Faqat ekzon, intron qismlari o'tadi dedik. RNKning massasini, RNK uzunligini topishda ham ekzon, ham intron qismlar hisobga olinadi. E'tibor berib keting. Faqat ekzon qismini hisobga oladigan bo'lsangiz, siz xato qilgan bo'lasiz. RNKning uzunligi va massasini topishda ham ekzon, ham intron qismlar hisobga olinadi. Shuning uchun ham demak biz 3000 ta nukleotiddan hisoblab ketdik. Keyingi so'ralgani, sintezlangan oqsilning massasini toping deyapti. Demak, C variant. Shundan ketamiz. Endi jadvalga e'tibor beramiz. Yuqori nazar etib ketganimizdek, oqsil sintezi ishtirok etadigan genlar ekzon qismlari hisoblanadi.
Ya'ni biz faqat exon qismlarini belgilab olamiz. Integrallar hisobga o'tmaydi. Exon qismlarini belgilab oldik va shularni hisoblaymiz. Mana demak 24 dan 5, 6 dan 1, 8 dan 2, 20 dan 1,5 qismni tashkil qiladi. Shuni hisobga topamiz. Demak, DNKda 6000 ta nukleotid bo'ladigan bo'lsa, shu demak 24 qism bo'lsa, 5 qismi qancha topadigan bo'lsak, demak DNKdagi exon qism chiqadi. Bu 1250 ta. Demak, mana bu holat. Mana endi DNKda 1250 ta nukleotid to'g'ri kelsa, RNKda undan teng yarim barobar, ya'ni 625 ta hisoblanadi. Keyingisi demak 6 dan 1 qism. DNKda 6000 ta nukleotid bo'lsa, shu 6 qism, 1 qismi qancha deb hisoblaymiz? 1000 ta nukleotid kelib chiqadi. Mana. RNKda esa 500 ta. Qolganlarni ham xuddi shu tartibda topib olamiz. Mana. Va bizda RNK zanjirida kelib chiqqan nukleotidlar 625, 500, 750, 225 hammasini qo'shadigan bo'lsak, bizda RNK zanjirida 2100 ta nukleotid kelib chiqdi. Ya'ni matritsa RNKda ishtirok etadigan, oqsil sintez ishtirok etadigan nukleotidlar 2100 ta. Birinchi demak, shundan hisoblab ketamiz. Bizda nazariyada shunday qism bor. 3 ta nukleotidimiz bitta genetik kodga mos keladi. Bitta genetik kodga mos keladi. Bizda 2100 ta nukleotid mavjud. Shu nechta kodga to'g'ri keladi topadigan bo'lsak, demak bizda 700 taga to'g'ri keladi. Bizda 700 ta genetik kod mavjud. Endi masalada izoh berilgan. RNKda bitta stop kodim bor deb hisoblansin deyapti. Demak bizda RNKda 700 ta genetik kod bo'lsa, bitta terminator kodini ayirib tashlasak, 699 ta genetik kod kelib chiqadi. 699 ta genetik kod kelib chiqadi. Endi nazariy qismda bor edi, bitta genetik kod bitta aminokislotaga mos keladi. Demak, bitta genetik kod bitta aminokislotaga mos kelsa, bizda 699 ta genetik kod nechta aminokislotaga mos keladi topadigan bo'lsak, 699 ta, demak, aminokislota kelib chiqadi. 699 ta aminokislota. Endi shu 699 ta aminokislotani massasini hisoblab topamiz. Shu so'ralgan bizda. Mana demak, bizda bitta aminokislotaning massasi 120 dalton deb hisoblanadigan bo'lsa, hop, 699 tasi qancha deb hisoblaymiz? Shunda demak bizda kelib chiqadi 83880 ga mos keladi. 83880 ga mos keladi. Demak, S variant javobini ishladik. Keyingisi demak peptid bog'lar sonini toping deyapti. Peptid bog'lar sonini toping. Bizda 600, keyingisi demak D holat. Demak bizda 699 ta aminokislota bo'ladigan bo'lsa, peptid bog'larni topish uchun bittani ayirib tashlaymiz. Shunda 698 ta peptid bog' kelib chiqadi. Ya'ni bizda shu holat bor. Mana bitta aminokislota, bu ikkinchi aminokislota. Ikkita aminokislotaning o'rtasida bitta peptid bog' bo'ladi. Shundan kelib chiqib ishlandi bu. Ikkita aminokislotaning o'rtasida bitta peptid bog' degani hamisha peptid bog'lar aminokislotalar sonidan bittaga kam bo'ladi degan holat bo'ladi. Demak, mana shu masalani ishlanish yo'li hisoblanadi.